bittasi bolasini tug'ib musirga tashlab yuboribdi Koreyada. Aka, chidalmayapman. Tushunyapsiz? Chidal musirdan oldik bolani. O'zbekmi? O'zbek Musirda bola turibdi. Shuni tug'ib, shuni tashlab yuborgan. Eng qizig'i hali bola o'ldi. Endi men gap so'z yo'q, xullas meni ichim to'la gap. Iltimos sizlardan o'zlaring yig'ishtirib olinglar. Bu katta xolalarning uylari emas, pullarini qilib ketinglar. Inshaalloh marhumani haqqiga duo qilinglar. Marhumani olib borib yuvib, men marhumani qachon, qayerda, soat nechida yuvishimiz lokatsiyasini qo'yib qo'yaman. Hammalaring kelinglar, savobga sherik bo'linglar. Men shu Ozbekdek hamma gaplariga qo'shilaman, gapirgan gaplaringiz hozman. Men o'ylagan hamma gaplar sizlardan iltimos qizlar, oldingizga emas, ortligingda qaranglar. Shu narsa xayollaringga keldimi? Ortligingga qaranglar. Ortligingda hamma qolyapti. Sen keturasan. Bu oldingdagi odam sevding, o'tkinchi hammasi. Iltimos qizlar. Mard erkaklar ham bor. Bor. Ko'zimdan o'zi ham taniydi shu. O'sha bola ota-onasiga qarshi chiqdi-da, uylandi, o'sha bola nikoh qildi. Shunaqa qizidi, qanaqa qilib qo'ydi bilasizmi? Qanaqa qizidi? Ko'rsangiz, uy deysizda. Lekin o'sha qizni hijobga kirgizdirib, bitta farzandli qilib, mana yashashyapti. O'zi taniydi shu bolani. Birlar o'sha bunaqalar ko'p. Qarangda. Shu narsani ota-onalarga aytaman, shu O'zbekistondagi ota-onalarga aytaman. Bolang chetda yaxshi ko'rish yuribdimi? 1,5 yil, 2 yil bo'lyaptimi? Xotini yashashga qarshilik qilma O'zbekistonda. Bo'ldi. Farzandli qilyapti-da, tashab ketyapti, u meni nevaram emas deyapti. Bu xato. U xato. Bunaqa bolachalar ko'p. Qanaqasiga seni yetti pushtingdan paydo bo'lgan, u seni nevaring. Men aytib o'shalarga ogohlantirib qo'yaman. Shu gapim. Men bu narsa o'ylaganlar, o'sha kattalar xato qildi. To'g'ri. Yashab ko'rdi, qani bir yashab ko'r. Men sendan roziman, bolam. Bir qosim gaplarni ayamanglar. Ko'p bunaqa narsa. Va eshigida shunday Koreyaning eshigini bitta ochib kirsang-da, bosib yotibdi. Ustida ham qiz ham bitta bola bilan yashayapti. Keldi yangi qiz. Bitta bola bilan yashayapti. O ishni deb jo'natyapsizlar. Bor bitta o'zbek bola bilan yashang. Bu xohlagan O'zbekiston emas, xohlagan gasisasini ochib turib, xohlagan xonasiga kirib ketadigan joylar. To'ppa. Shunaqa joyligini ogohlantirib qo'yaman. Qiz jo'natayotganlarga yaxshi gaplar bo'ldi. Koreyaga iloji bo'lsa qizlarni jo'natmanglar, iloji bo'lsa eri bilan jo'natinglar. Umuman jo'natmasalardan xursand bo'lamiz. Shuning uchun iltimos qizni haqqiga duo qilinglar. Men lokatsiya tashab qo'yaman. Hamma o'sha opa-singillar, o'zbek auditoriyasida bizni ko'rib turgan hammani, ayollarni shu xayrli ishga hissa qo'shishga adresini tashlaymiz. Kelinglar. Xursand bo'lamiz. Videodan bir nimadir tushungan bo'lsangiz yozib qo'yinglar, chunki kommentariy hamma o'qiyapti. Koreyaga kelganlar yoki kecha Koreyaga kirib kelganlar uchun dars bo'lsa, sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Keyin shu bolaga men tan berdim. Shuncha o'likni ko'radi. O'sha eshitganimdan beri mana 6-kunim. Mana 6-kuni uxlamadim. Mana o'z shu bolani uyimga olib ketdim kecha. Ko'chaga qo'ymadim-da, uyimda yotib joy solib berdim bolalarim yonida. Ko'zimga uyqu kelmadi. Ona malabis. Opa, hozir mana shu qizni mashinaga solamiz. Bu aka bilan chonamda ham bitta odam yotibdi. Shuni oldiga bu endi boshqa nima boshlanadi? Oson emas ekan. Men to'g'risi o'lik ko'rdim. Qulolmadim men to'g'risi. Endi malades odam ekan. Malades bo'l, endi tushundim. Mana shu holatni ko'rib, shuncha o'liklarni ko'rib qanday bardosh beryapti. Men bilasizmi? Men bugun o'zingizdan so'ramoqchi edim. Meni birorta domlaga olib boring. Men ishonasizmi? Qandaydir bir boshqacha odam bo'lib qoldim-da, uyqu yo'q. Bolalarim oldida yotibman, baxt men oldimda. Hammasi sog' salomat, erim, xo'jayin oldimda, lekin men o'zim kimligimga tushunmay qoldim. Men yotibman-da, ko'zimga uyqu kelmayapti. Endi tasavvur qiling, opa. Bunday kelyapti-da, yuvyapsiz, yana kelyapti, yana yuvyapsiz. 5 yoshlik ham kelyapti, 5 oylik ham kelyapti, 30 yoshlik ham. Mengachi dunyoni o'sha bunday qizil chizig'i bor-ku, o'sha qizil chizig'i o'rtasida yashayman. Bu yoqda ham ko'rib turaman, bu yoqda ham ko'rib turaman. Menga ortiqcha shon shuhrat ham kerak emas, layk ham kerak emas, balo ham battar ham kerak emas. Mana kelib 1 so'm pul so'radim uka, bir kun sanman. Alloh uchun qildik, Alloh uchun mana shu ayol videoni o'chir deyapti, xo'p o'chiramiz. Xola bitta duo qilib beradi, hozir videodan keyin ovozini eshittirmaymiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Rahmat hamma. 이미 아버지백 뭐 해가지고 신상이 공항 측에 가 있어야 돼. 그래서 우즈베키스탄 공항에서 이 사람 아니면은 안 주는 거지. 그러니까 그 정보를 줘야 돼, 정보를. 알겠습니다. 그래야 비행기 스케줄을 잡아요. 알겠습니다. 그럼 내일 저녁에. 저녁에? iftordan keyin. Yo'q, iftordan oldin hech kim yurmaydi. Iftordan keyin bu mazasi qochib qoladi. Ro'za paytida. Ro'zani tutib, og'zni ochib olgandan keyin yuvamiz, opa. Xudo xolasa. Biz kirmaymiz, ayollar yuvib beradi.
네, 알겠습니다. 근데 그것도 어쨌든 오늘- 그쪽에 스케줄 확인해봐야지. 네, 네, 알겠습니다. 그냥 본인이 하고 싶다고 해서 또. 네, 알겠습니다. shuncha gapirgan o'zimizni mana shu musulmon ayollarimiz shuncha chiqib olib turib ko'p gaplarda gapirilgan ayollar kesin o'sha adresni Ha. tashladi. Ha. Biz boshqa millatga iltimos qilaylikda, o'zimiz O'zimiz kirib, o'zimiz anav qilib, Yordam beraylik. yordam berib chiqaraylik. Qani kelinglarchi, qanaqa mard ayollar bo'lsa, ertaga Xosonga yaqin ayollar bo'lsa kelsin. Inchonda yuvamiz, opa. Inchondami? Ha. Inchoningiz Ha. qadami? Men o'zim qurganman-da, anaqani. Mayit yuvadigan joy qilganman-da. Ana shu yerga olib boramiz, o'shda ko'rasiz. O'zim mana shu xalqdan pul to'plab 4 yil, 5 yil oldin qilganman shu joy. Hozir shu joy mana bir kun Inchonda ekan mana, Inchonda adresigacha. Iltimos sizlardan bizni maksimalli duo qilib turinglar. Biz ham hali xato nuqsondan xoli emasmiz. Robot ham emasmiz, yo ChatGPT emasmiz. Sizlarda gapirayotganda lafzimizda yo qanaqadir asabdan, qanaqadir noto'g'ri gaplar gapirib qo'yishimiz ham mumkin. O'sha paytda telefon raqamim bor, Instagramda telefon qilib, "Avazbek, ukajonim, omon bo'lgin, mana shu gaping noto'g'ri, iltimos" desalar, o'sha gapni ikkinchi qilmayman. O'ynab yurganimiz yo'q. Bu amal ham bas, o'tirib olib pul topadigan joy emas bu. Alloh roziligini topadigan hech kim bir Oksfordni bitirib kelsa ham bu joyda ishlaydigan joy emas, tushunyapsizlarmi? Hozir pulini bersangiz ham ana shu qizni kimdir yuvib bermaydi. Chunki men qo'rqaman deydi. Bu narsalarni hali sizlar bilmagan tomonlari ham bor-da. Shuning uchun iltimos sizlardan faqat yaxshi gumonda bo'linglar, duo qilinglar. Bu bola marhumani o'ldirmagan ekan, dokumentalni Melisa isbotlab berdi. Endi bu bola gunohiga pushaymon. Bitta qiz vafot etdi, bitta bola yetim qoldi. Marhumani haqqiga duo qilaylik va shu o'limda, shu voqeadan ibrat olib, xulosa chiqarishlik avvalo o'zimga, keyin sizlarga ham nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, rahmat ham.